qiziq ma'lumotda 100 yil oldin bitta zavodda xodimlar dam olganiga pul olgan, ishlagan paytda pul olmagan. Ko'pchilik bu narsani bilsa kerak, eshitgan bo'lsa kerak bu hikoyani. O'sha mashhur Henry Ford zavodida 1919-yilda eksperiment o'tkazadi. Bir guruh shu brigadaga o'sha zavoddagi liniya ishlab tursa, yashil chiroq yonib tursa, ular xonasida dam olgan paytiga soatiga pul yozadi. Liniya to'xtaganda nosozlik sabab buziladimi o'sha nima bo'lsa ham qizil chiroq yonsa, liniya ishlamasa, o'sha brigadaga oylik yozilishi to'xtatiladi. Qachonki shu nosozlikni bartaraf qilib, liniyani ishga tushirib yuborishsagina, yana yashil chiroq yonsa, keyin oylik yozilish boshlanadi. O'zingiz o'ylab ko'ring, qanchalik bu zo'r ixtiro. Hayron qolaman har safar eslaganimda. Qanchalik bunaqa darajada oddiy narsadan shunaqa sistema yaratish mumkin. Ularning ustida endi turish shart emas-da, brigadaning ustida kimdir turib, "Davay ishlagin, davay turunindan bo'laqa sifatli ishlarda tepasida turish kerak emas." U o'zi harakat qiladi, o'sha qizil chiroq yonmasligi uchun har doim tekshirib turadi stanoklarni. Shu moyini quyib turadi, o't betini burab turadi. Qizil chiroq yonib qolgan paytida o'zi maksimal darajada tez ishlab va sifatli ishlab, yana qizil chiroq yonmasligi uchun shuni to'g'rilab qo'yadi.